O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 8, 9, 10 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 9 aprelda respublikamizning ba'zi joylarida yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 8 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 8 aprel kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 26-31 daraja. 9 aprel kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 24-29 daraja. 10 aprel kuni kechasi 14-19 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.